Assalomu alaykum. Men Nigora, qizim Abdurashidova Rayona. Shu 3 yildan beri shu Unique akademiyasida tahsil oladi. Bu yerga kirgizishim maqsadi rus maktabga kirgizish uchun boshlang'ich tayyorloviga kirgizganman. Unga maktabga kirmadi. Shu rus tilini mukammal o'rganib, maktabga qadam qo'yganda ham qiynalmaslik uchun berganman. Hozir Xudoga shukr, hamma yog'i yaxshi. Rus tilidan o'zlashtiruvi, men savol berganda bemalol javob berishlari, hamma narsasi zo'r. O'qituvchilari juda ham yaxshi, metodika zo'r, darslari ham zo'r. Pashti ko'proq kelaman bu yerga, darslarda o'tiraman. O'qituvchisining so'roq savollarini, hamma narsani eshitaman. Uyda o'zim ham so'rab turaman. Hamma yo'q yaxshi javob bergani uchun bu Unique akademiyasidan bemalol qoniqqanman. Qizim maktabda ham umuman qiynalmaydi shu rus tili bo'yicha. Bemalol, shu o'qituvchisi ham ko'p nima qiladi, shu nimaga bergani juda yaxshi bo'lgan. Shu darsda ham juda yaxshi qatnashadi, hamma narsasi yaxshi. Xudo xolasa kelajakda shu rus tilini bitirgandan keyin shu Unique akademiyani o'ziga ingliz tiliga berish niyatim bor. Shu rus tilini bitirgandan keyin albatta shu ingliz tilida ham tahsil olib, yaxshi natijalarga erishishini xohlayman. Sizlarda ham farzandlilarda Unique akademiyasida tahsil olishga, rus tili, ingliz tillariga berishinglar tarafdoriman, chunki bu yer juda ham yaxshi. Farzandlar kelajakda shu rus tili, ingliz tili fanlardan institutlarga kirib, yaxshi natijalar erishishini xohlasanglar, shu Unique akademiyasini tavsiya qilaman. Unique Academy. Learn English with us.